Efiopiyalik talaba yog'och velosipedda Buyuk Britaniyani kezib chiqdi. Kidus Tesera o'z qo'li bilan yog'ochdan yasagan velosipedda Buyuk Britaniya bo'ylab sayohat qildi. U 8 yil avval Londonga kelib, Imperial kollejda biokimyo yo'nalishida tahsil olgan. Akademik ta'til vaqtida u Leeds shahriga ko'chib o'tdi, velosiped haydashni o'rgandi va qayta ishlangan materiallardan yog'och velosiped yasadi. Shundan so'ng talaba Buyuk Britaniyaning shimolidagi John O'Groats hududidan yo'lga chiqdi. Safar davomida u ob-havoning noqulayligi va jihozlar yetishmasligiga duch keldi. Oziq-ovqat va tunash masalasida esa ko'pincha mahalliy aholining yordami bilan muammolarni hal qildi. Teseraning sayohati haqidagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, odamlar unga turar joy va moliyaviy yordam taklif qila boshladi. Yo'l davomida velosipedi buzilgan paytlarda ham notanishlar bepul yordam ko'rsatgan. Talaba oziq-ovqat masalasini ham yetarlicha rejalashtirmagan. Olis hududlarda do'kon topish qiyin bo'lgani sababli u ko'pincha mahalliy aholidan yordam so'rashga majbur bo'lgan. Talaba bu sayohat orqali Buyuk Britaniyaning HUK va Efiopiyadagi Makedoniya xayriya tashkilotlari uchun mablag' to'pladi.